Assalomu alaykum. Xo'sh, katta yo'l yasashni boshladim. To'plamliklari. Bular konteynerda ruchkasidan qilingan. Bunaqasi eniga 40 sm, o teplamliklari turbalarini uzunasi 31,5 sm. To'g'ri keldi. Bu tarafini hali qilib bo'lganim yo'q. Bu tarafini svarkalab qo'ydim. Endi bunday qilsak to'g'riroq bo'ladi katta yo'l turishi. Xudo xolasa kitoblarni ham yasab qo'yganman. Ana turibdi. Kitoblarini ichiga ham mana har bittasiga listdan planka qilib 15 ga 15 qilib svarkalab chiqqanman. Shunaqa. Endi bularni qo'ysam, men oldin katta yo'l yasamaganman. Havaskor svarchiman desam bo'laroq. Anchadan beri svarka qilamiz. Lekin bu darajada ukkasidan ketib svarka qilib yurgan emasman. Eslar. Buni lazerda Sharxonda kestirib keldim. Sharxonda lazerda kesib berishdi. 9 kvadrat listni 550 ming so'mga kesib berishdi. Listimizni qalinligi 4 millimetr. Birinchi marta katta yo'l yasashim. Qani ko'ramiz endi qanday chiqar ekan. Internetdan ko'rib, unisidan bunisidan ko'rib o'zim ham verxni ham nijni yonadigan katta yo'l yasamoqchiman. Qani eplab bo'ladimi, bo'lmaydimi? Ko'ramiz. Bu hali necha kvadrat isitishini ham bilmayman. Kitobi 5 ta kitob bo'ladi. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ta kitob. Kitobning uzunligi 75 sm. Eni bunaqasi 40 sm. Bunaqasi 75 sm. Har bitta kitobning.